iPhone 17 ni maqtanasan, mahriga gelik so'raysan, ehsonni hammaga ko'rsatib qilasan, go'dakka qalampir yedirasan. iPhone 17 $2,000 ming ekan. O'sha pulga mahalladagi nechta qiynalgan oilani xursand qilsa bo'ladi-ya? $2,500. Mahriga gelik. O'zi mahr nima ekanligini bilasanmi? Mahr nima, u ma'nosi nima bilasanmi o'zi? Ehsonni hammaga ko'rsatib qilasan. Xuddi ehson qilgandan keyin qo'ni-qo'shni barcha mahallaning darvozalarini taqillatib chiqib men ehson qildim degandan battar o'sha. Podpischiklaring uchun qilasan ehsonni. Bechora mazlumning oldiga videolarini ko'rsatib, videoga olib, u ham indamay o'tiraveradi. Pul kerak, nochor, videoga olasanmi, boshqa qilasanmi, indamaydi. Go'dakka qalampir yedirib, o'zing bir sarimsoq piyozni ikkitasini shunday yeb ko'r, nonsiz qanday bo'ladi? Puling bo'lsa shunday ber, shunday ehson qil, bo'lmasa bermayman deb qo'y qol.